Odajon, nima? ko'chada sizni o'rtoqlaringiz chaqirishyapti. Kim bo'ldi ekan shu paytdami? Hozir. Oyi, nimaga dadamni ko'chaga chiqarib eshikni qulflab qo'ydingiz? Dadam hech kim chaqirmayotdi-ku. Bitta yaxshi ovqat qilganman, ikkalamiz borib maza qilib yeymiz. Nima, dadam ovqat yemaylarmi? Yo'q, dada hech narsa yemaydi. Uni ko'p gapirma. Yur. Abdurahmon, Labbay dada. kel o'g'lim, issiqlik bilan qaymoq olib keldim. Maza qilib olaylik. Ha, Voy, oyingni ham chaqir. ha, hozir. Kel aqa. Sen oyingni chaqirmadingmi? Ular qaymoq yemas ekanlar. Abdurahmon! Och eshikni! Abdurahmon, Ha, dada. bu qulog'im og'irroq, o'zing bilasan. Do'qir ovozni eshitdim. Nimaga tinchlikmi? Ahamiyat bermang, hech nima. Mayli, qara ol. Qaymoqdan ol. Hali ading kelsa, men senga ko'rsataman, yaramas. Och! Assalomu alaykum aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Nima shovqin? Tinchlikmi, nima qo'shsan? Ko'rmaysizmi meni qilgan ishini? Bu yoqqa kel. Nima qilganing bu, ha? Nega meni qulab qo'yding? Ha, tinchlikmi? Oyi, siz ham shu ishni kecha dadamga qildingiz-ku? Nima qildi o'g'lim? Ada, siz bilmaysiz, dadamga ovqat bermaslik uchun dadamni ko'chaga chiqarib eshikni qulflab qo'ydilar. Adasi, ishonmay yosh bolani gapiga. Sen hali meni otamni ko'chaga haydaydigan bo'ldingmi? Yo'q, haydamadim. O'char ovozingni 200lamachi. Agar menga Xudo sog'lig'ini bersa, sendagi xotinni 10tasini topaman. Lekin adamni tirnog'ini ham topa olmayman. Kechiring, adasi, kechir. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. To'xta bolam. Uyam o'g'il katta qilyapti. Kelin ko'radi. Kelin, bu dunyo qaytar dunyo. Qaytar dunyo.